Hürmetlik vatandaşlar, endişelerle birlikte bir işki cümlede muhakeme. Körüvatsız bugün çizdağ 2020 yıl 9. ayının 9. günü hepteki çarşamba. Körüvatsız vaziyeti ciddi özgürüş buluvatıdır. Nayeti ciddi hürmetlik vatandaş. Bugün Prezident Trump'ın tünügün 7. günüdür sözlügen notkada neymi dedi? Cüngudun ayrılıp gitiş, iktisadi cihette ayrılıp gitiş ebedigi tamamen mümkün. Bu noktada Amerika herkes yan tatmaydı. Vesselam. İkincisi Fransa'nın Prezidenti Macron parlament azaları 30 nefer parlament azasını xat ezip cüngudu kişilik hukuk meselesi bolup mu Uygurlar meselesini eğizge elip qattiq meydanını ifadalab hatta bununla javobgar bo'lgan kishilarni xalqaro sud mahkamaga topshirish to'g'risida bayonot xarakterli fikr bayon qilganligini ko'rdingiz. Rahmat Fransiyaning prezidenti Macron va Fransiya xalqi sizlarga rahmat. Yevropada tunji bo'lib bunda qattiq bayonot bilan o'tirg'i chiqqan prezident Fransiyaning prezidenti Macron sizga rahmat. Uyg'urlarga ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Uyg'urlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Ham birinchi bo'lib o'tirg'i chiqib bu jinoyatchilarni, ya'ni Uyg'urni qiynagan, Uyg'urni azoplagan jinoyatchilarni xalqaro sudga berish to'g'risida eg'iz ochganingizga rahmat, ko'p rahmat prezident Macron. Yani yukarıda ko'rib o'tdik, hurmatli vatandoshlar, vaziyat nega keldi? Nima taraqqiyot ustida? Yaqindan diqqat qilyapsiz. Masalan, bugun yana boshda sizlarga vaziyatni aytdik. 10 ayning 16 kunigacha Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yini, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Raulov Moskvani ziyorat qilishga. Shu qatorda ham Qozog'iston, Qirg'iziston, Mongoliyani ziyorat qilishga taklif qildi. Bu oldimizdagi ish shu kuni ro'yobga chiqqandi, ishga oshgandi, bunga javob beramiz. Lekin uningdan avval bir solishtirib o'taylik, hurmatli vatandosh. 8 ayning 14 kuni Wang Yi Lixasani ziyorat qildi. Biz shu vaqtida ishni Tibetdan boshlamsizlar degan edik. Bugün hazır kelgen tor filmde et elip çıkaran sizlerge onun mavzusunu hürmetlik vatandaş nemi değildi. Çünkü hükümeti yaki reisi Jinping hazır memleketçisi de bulup mu Tibet'te qattiq zo'ravonlikni yo'lga qo'yishga taraddud qilayotganmishindak bir paytda Dalay Lama Tibetga qaytmoqchi bo'ldi dedi. Buning amaliylish darajasi qanchalik? Bu menga ma'lum, sizga ham ma'lum. Biroq mushundaq vaqtda ciddi paytda Dalay Lama o'tirg'i chiqdi, Tibet masalasi o'tirg'i chiqdi. Masalan, buni avval Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Mike Pompeo eg'izga oldi. Suhbat quring Jungo'liq apandi, Tibet bilan suhbat quring dedi. Suhbat qurdigan vaqt keldi dedi. Eng muhimi, Xudo xolisa at tahlil qilaylik. Nima gap? Hozir chegarada Hindistan Tibet chegarasida, Tibet Jungo'ning mustamlikasi chegarada Tibetning qurolli qismlari, yani alayda qismlar deb ataldi. Bugün bir leksiya tayyorlab bo'ldik. Uning 22 armiya deb ataladi ekan. Sizlar bilan yuz ko'rishtiramiz vatandosh. Nima uchun sizga savol qo'yay, mushu oy, mushu kunlarda Tibetning 22 armiyasi chegarada paydo bo'ldi. Nemişki bugünkü gün tertipte mesela Hindistan'dan helik vafat bolgan Tibetlik armiya jangchisini dağdug'uluq uzatqanligi matem murasim bilan gavdalantirish deb atiladigan bo'lsa, Tibet qandaq qilib mushu ahvolda masalan o'zining harbiy kuchini, shundaq deylik, harbiy kuchini oshkorildi. Uning ustiga hozir Dalay Lama dediki, men Tibetga qaytaman dedi. Talleveler Jungo hükümeti. Dalay Lama to'g'ri 61 yil kurash qildi. Tinch yo'l bilan hal qilish, tinch yo'l bilan bir taraf qilish, Tibetni harbiy ishlardan xoli rayonga aylantirish. Mushundaq sabablar natijalarni qo'yib 61 yil kurash qildi Dalay Lama. Endi uning Tibetga qaytadigan vaqti keldi, hurmatli vatandosh.
Siz şunda oylaysınız, belki halkara cemiyetmi şunda oylay. Muşundaq vaqtı men dedim 8. ayının 14. günü bağıya. Taşqı İşler Ministeri Cumhurbaşkanı Hasağı geldi. Bugün endi növbetli bağıya efendi sizge sual koyup baksam. Endilikte siz Ürümçi'ye berişiniz gerekmi diye. Yaki avval dolu Moskova'ya berişiniz gerekmi diye. Şuna cevap versiniz. Ben mucmel olup kaldım bağıya efendi. Siz Lixasağa badınız, hem de Ürümçi'ye berişiniz gerekti. Lekin bir iş şundaq boldu ki, siz Lixasağa berip, sizin yerlik hakimiyetinizin yaki sekretari, yaki Tibet'in reisi bilen görüşmedinizde bu qaltis gep boldu. Şu sebepten küzetkendi siz bir Ürümçi'ye basınız mı, kim bilen görüşsüz? Hiç qandaq görüşüdüğü iş yok. Lixasa'da nemi iş kıldınız? Bu bir sır. Ürümçi'ye beriş doğru kelsin, nemi iş kılattınız? Bu tağı yüz vermedi. Hoş, nemi iş Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan'ı ziyaret kıladığan bulup kaldınız. Nemi iş Özbekistan'ı ziyaret kılmadınız? Cumhurbaşkanı Taşqı İşler Ministeri Van'ya efendi. Bunun sebebi ne mi? Bir yerde hazır biz bir bahsi tahlil kılsak Taşqı Mongolia, Uyguristan'a müstemlik Uyguristan'a çegradaş. Kazakistan müstemlik Uyguristan'a çegradaş. Kırgızistan müstemlik Uyguristan'a çegradaş. Belki bu çegralar nait uzun kilometrlap sanaydığan çegralardır. Özbekistan Uyguristan'a bevasıta çegradaş emas. Bu yerdeki sır nerede? Vangi Ministeri Vangi efendi. Bir yerde siz oylavatqa ya siz yuşuruvatqa sır nerede? Qandaq bu işi qat'i nazar men dedim. Tibet meselesine hal qilishdan başlamsizlar bu ishni dedim. Bugün onu ulgurib Uyg'uriston meselesi yetib keldimi Vangi efendi? Shunda qaraymiz. Yo'q, orada biz Fransiyaning prezidentiga shundaq zo'r salom yo'lladik. Harvlar yig'ilib chiqdi. Shunda salom yo'lladik vatandoshlar. Bugün sizlarga vaziyatni shunchalik tahlil qilaylarni so'zlaydik. Bizning askarlar chiqib qoldi hozir. Arov mashinasi ko'tarib bu ovozga taqobil turg'ili bo'lmaydi vatandoshlar. Shuni sizlarni zeriktirmay, bezor qilmay, mush savollarni shunday qo'ydim. Endi onun davamını keyin anglaysizlar. Etrafınlarda sizlarga münasibetlik bo'layotgan o'zgarishlarga diqqat qilinglar vatandoshlar. Bo'libmi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarning birinchi bo'lib, masalan Jungodan Xinjiang rayonidan, Xinjiang o'lkasidan mustamlik Uyg'uristondan import qiladigan paxta mahsulotlarini import qilishni chekildi. Kechiring.